أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A'raf suresi 5. Nahayeti şefqatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Fir'avn kavminin katta başları Fir'avnga, Musa bilen onun kavminin Mısır zeminide kişilerini sana ve senin ilahlarına çokunuştun vazgeçgüzüp, ularning dinini bir Allah'a ibadet qiladigan dinga o'zgartib etish orqali buzg'unchilik qilishiga yo'l qo'yamsan dedi. Fir'avn Isroil avlodining o'g'illarini o'ldirib, qizlarini xizmatga silish uchun hayot qoldiramiz. Biz albatta hukmronligimiz va qahrimiz bilan ularga g'olibmiz dedi. Musa o'z qavmiga, Fir'avn va uning qavmiga qarshi Allohdan madad tilanglar. Fir'avnning sizlarga va avlodlaringlarga solgan zulmlariga sabr qilinglar. Yeryüzü bütünley Allah'nındır. Allah bendilerden xalıgan kişilerini onunla varis kılıdı. Yaxşı akıbet Allah'a itaat kılıp, onun buyurganlarını orundagan, tosqallarından yangan takvadarlığa mensuptur dedi. Musa'nın kavmi onunla, sen bizge peygamber bop keliştin burun mu, Fir'avn ve onun təbələri tarafından oğullarımız öldürülüp, kızlarımız hizmetçilikki tutulup, xarınlıp kelgen edik. Sen kelgendin keyin mu ahvalımız şundaq bolup otudu dedi. Musa, Rabbinglar düşmaninglar bo'lgan Fir'avnni halok qilib, ularning ziminiga cho'qim sizlarni ega qiladi. Andin sizlar buningga shukr qilamsizlar yoki tuzkurlik qilamsizlar, Alloh buningga qaraydi dedi. Shaksizki biz Fir'avn va uning qavmini ibrat olsin, ozg'unligidan yonsin va Allohga tavba qilib iltijo qilsin deb, ularni qurg'oqchilik, qahatchilik bilan mevalarining hosulini va kirimini kamaytirib etish bilan sinadi. Fir'avn ve onun kavmi molchilik ve baylık qatorliq ne'matga erishsa, bu bizga tegishli haqdir. Chunki biz buningga haqliq edik deydi. Agar ularga qurg'oqchilik va qahatchilik qatorliq kulfatlar yetsa, bu Musa ve onun bilan billa bo'lganlarning shumliqidan keldi deydi. Ularga yetgan kulfatlar o'zlarining gunohi sabablik Allohdan kelgan qismatdir. Lekin Fir'avn qavmining to'lisi jaholatga bitib ketgan qavm bo'lganlikdan bu haqiqatni bilmaydi. Fir'avn qavmi Musaga, sen bizni Fir'avnning dinidan yuz o'ritish uchun har qancha katta mo'jiza va aniq dalil paketlarni keltirsangmi, biz sana hargiz ishonmaymiz dedi. Biz ularga kalkun, chekatga, pishit, paqa, qon ofatlarini o'p-ochiq mo'jiza qilib avatdik. Kalkun ofati ularning ziroat va mevalarini vayron qilib etdi. Chekatga ularning ziroatlarini, mevalarini, öylerining ishiklarini, kiyim-kechaklarini yeb ketdi. Pişt ularning meva-chevalarni, ziroatlarini buzib tashladi. Chorvalarni halok qilib etdi. Paqa ularning uylariga, qozon qo'mushlariga va yotadigan joylarga to'shib ketdi. Qon ularning quduqlari, daryo o'stanglarini qip-qizil bo'yib etdi. Ular ichadigan pokiz suv topolmaydigan holatga yetdi. Bularning hammasi Alloh taolo avatgan mo'jizalar edi. Ahvol shundoq turuqliq, Fir'avn qavmi hakovurlik qilib Allohga iymon etishdan boshlatdi. Ular azaldan shundoq gunohkor, gadangash qavm edi. Fir'avn va uning qavmining beshiga bu baloy ofatlar tushgan chaqda ular Musaga yalvurib, "Ey Musa, sen Rabbingning tavba qilgan bandalaridan azobni ko'tarib yetadiganligi haqidagi sana qilgan vahyini vasita qilib, Rabbingga biz uchun duo qilgin. Qasamki, agar bizdan bu ofatlarni ko'tarib olsang, biz sana cho'qim iymon etamiz ve sen davet qilgan dinga agishimiz. İsroil avlodini cho'qim sen bilan qo'yib beramiz. Ular xohlagan joylarga ketsa bo'ladi" degan edi. Alloh ularning beshiga kelgan ofatlarni vaqtliq ko'tarib etibdi. Ular ilgari Rabbiga va Musaga bergan va'dasini buzib, burunqi kufrligiga va ozg'unligiga qaytib oldi. Nihoyat ularni halok qilishning vaqti soati yetib kelganda ularni jazoladi. Ularni Musa alayhissalom ko'rsatgan mo'jizalarni yolg'on deganligi ve Allah'ның qudratiga dalolat qiladigan dalillardan g'aflatda qolganligi tufaylidan dengizga g'arq qilib jazoladik. Ularning g'aflatda qolganligi ularning haqiqatni inkor qilishiga sabab bo'lgan. Fir'avn tavalari tarafidan bo'zaq qilingan Isroil avlodini biz ziroat va mevalarni chiqarish, o'stanglarni oqqozish bilan barakatli qilgan Sham zaminining sharq va g'arb taraflariga voris qildik. Ey payg'ambar, İsroil avlodi Fir'avn tavalarining javr zulmlariga sabr qilganligi uchun ularni shu zaminga hukmron qilishdan iborat Rabbingning ularga qilgan go'zal va'dasi to'liq ishga oshdi. Fir'avn va uning qavmining sog'an imoratlarini va bino qilgan bog' bo'stonlarini butunlay vayron qilib etdik.
Biz İsrail avlodini dengizdan o'tkazib o'tdik. Ular butqa cho'qinayotgan bir qavmning yinidan o'tganda, ey Musa, bizga ashu qavmning butlariga o'xshaydigan butlarni o'rnatib bergin. Ular butqa cho'qinganga o'xshash, bizmi butqa cho'qinayli dedi. Musa ularga, ey qavmim, sizlar haqiqatan Allohning ulug'ligini va ibodatning faqatla Allohga qilinadiganligini bilmaydigan nodon qavm ekansizlar dedi. Butqa cho'qinadigan yilqi qavmga kelsak, ular Allohga sherik keltirganligi uchun halokatga mahkumdir. Ularning hech kimni Allohning azobidan qutqizolmaydigan butlarga cho'qinish bilan qilgan amallari butunlay bekordir. Musa o'z qavmiga, Alloh sizlarni yo'qlikdan yaratgan, sizlarning ichinglardan ko'plagan payg'ambarlarni chiqarish, dushmanlaringlarni halok qilish va nurg'unlagan mo'jizalarni ato qilish orqali sizlarni o'z zamoninglardagi jahon ahlidan ustun qilgan tursa, ibodat qilishinglar uchun sizlarga Allohdan boshqa iloh izlamdiman dedi. Ey Isroil avlodi, bizning sizlarga ato qilgan ne'matimizni unutmanglarki, o'z vaqtida sizlarni Fir'avn va uning qavmining qulluqidan qutqizgan edik. Ular sizlarga qattiq azobni va xorliqni tetitgan bo'lib, o'g'illaringlarni o'ldiratdi, xotin qizlaringlarni xorlab xizmatga silish uchun ib qolatdi. Fir'avnning sizlarni eng vahshiy azob oqibatlar bilan qiynishi, ondan Allohning sizlarni u azobdan qutuldirishi qatorliq ishlar sizlarga Rabbinglar tarafidan kelgan cho'ng sinoq va katta ne'mat edi. Allah Musa'nın munajat qilishi uchun onunga 30 kechini o'tkazgandan keyin so'zlashishni va'da qilgan edi. Ondan onunga yana 10 kechini qo'shdi. Shuning bilan Alloh Musaga belgilab bergan vaqt 40 kecha bo'ldi. Musa Allohga munajat qilish uchun menish oldida qiyrindishi Harunga, "Men qaytib kelganga qadar sen bu qavmga mening o'rin bosarim bo'lib turg'in. Ularni Allohga itoat qilishga va uningga ibodat qilishga da'vat qilgin. Sen hargiz buzg'unchilarning yo'lida mangmag'in" dedi. Musa belgilangan vaqtda Tur tig'iga kelgan va Rabbi uningga bevosita so'z qilish orqali uningga ba'zi amr farmonlarini tushirgan chaqda u Allohni ko'rishni orzu qilib, Allohdan o'zining jamolini ko'rsatishini talab qilib edi. Alloh uningga, "Sen meni bu dunyoda hargiz ko'ranmaysan, lekin sen shu taqqa qarag'in. Men nurimni tushirganda agar u tog' o'z o'rnida mahkam tura olsa, sen meni ko'ralaysan" dedi. Rabbining o'z nurini taqqa g'ilpol tushirishi bilan tog' tuzlanib, yer bilan tang bo'lib ketdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelgandan keyin Rabbiga iltijo qilib, "Ey Rabbim, sen o'zingga loyiq kelmaydigan sifatlardan albatta poktursan. Men seni mushu dunyoda ko'rishni talab qilganligim uchun tavba qildim. Men qavmim ichidan sana iymon etganlarning tunjisiman" dedi. Alloh aytdi, "Ey Musa, men haqiqatan seni kishilarning orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashishga tanladim. Men sana bergan amr farmonlarni qabul qilgin. Ularni ching tutqin. Ularga amal qilgin. Allohning seni payg'ambar qilganligiga va sen bilan so'zlashganligiga shukr qiluvchilardan bo'lgin." Biz Musaga Tavratda u ehtiyojli bo'ladigan din ahkomlarini, vaz nasiyatlarni, halol harom masalalarini, amr farmonlarni, qissalarni, aqida masalalarini va g'aybga munosabatlik ba'zi ishlarni tafsiliy va to'liq yozdik. Alloh uningga, "Ey Musa, Tavratni mahkam tutqin. Qavmingni uningga amal qilishga buyurgin. Sening qavming ichidan yoki boshqa qavmlardan kimki Allohga sherik keltiradigan, men uningga oxiratda fosiqlarning joyini ko'rsatib qo'yaman. U joy bo'lsa Allohning toatidan chiqqanlarga tayyorlangan do'zax o'tidir. Manga itoat qilishdan bosh tortgan, insonlarga yo'lsizlik qilgan, haqovurlik qilgan, cho'ngchilik qilib payg'ambarga ergashmagan va uning so'ziga quloq solmagan mutakabbirlarning dilini, mening oyatlarimni borligimga, birligimga va cheksiz qudratimga dalolat qiladigan dalil pokitlarni va men nozil qilgan haq dinning shariat ahkomlarini tushunmaydigan qilib etaman. Iymondan bosh tortgan u mutakabbirlar Allohni va uning payg'ambarlarini yomon ko'rganlikdan barliq mo'jizalarni ko'rgan taqdirdami iymon etmaydi. Ular to'g'ri yo'lni ko'rsimi, uningda mangmaydi. Agar ular ozg'unlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Uni din deb e'tiqod qiladi. Bu ularning Allohning oyatlarini inkor qilganligi, u oyatlar va u oyatlar dalolat qiladigan narsalar ustida tafakkur qilmaganligi sababidandir. Allohning oyatlarini, Allohning birligiga dalolat qiladigan dalil pokitlarni va oxiratda Allohning oldiga boradiganligini inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari bekor bo'lib ketadi. Bu ularning amallarining qabul qilinishi uchun shart qilingan
iymondan iborat asosliq shartni yo'qotib qo'yganligidandir. Ularga oxiratda faqatla mushu dunyodagi kufrliq, gunoh masiyat qatorliq qilmishlariga yarasha jazo beriladi. Ularning jazosi mangulik do'zaxdir.